Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani sodda tilda tushuntirib beraman. Qaysi holatlarda pensionerdan ushlab qolingan yoki noto'g'ri yechib olingan pullar qaytarilishi mumkin? Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Kimlar esa ortiqcha xavotirga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda nafaqaxo'r ota-ona, bobo-buvi yoki qarindosh bor. Ayniqsa pensiya plastik kartaga tushayotgan bo'lsa, kredit, aliment, qarzdorlik, kommunal to'lov, ijro hujjati yoki bank ushlovi bo'lsa, bugungi gaplar siz uchun juda zarur. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, aniq tushuncha berish uchun gapiryapman. Chunki ko'p odamlar pensionerning pulini ushlab qolish mumkin emas. Hamma pul qaytariladi. Bank xato qilsa ham hech narsa qilib bo'lmaydi degan gaplarga ishonib qoladi. Aslida masala bundan ancha nozik. Hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qaysi pullar qaytarilishi mumkinligini, qaysi holatda qaytarilmasligini, qayerga murojaat qilishni va arizada nimalar yozish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam o'z pulini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyani plastik karta orqali oladi. Karta bankda ochilgan bo'ladi, pensiya har oy belgilangan kunda tushadi. Lekin ayrim holatlarda pensioner pul tushganini ko'radi-yu, bankomatga borsa, kartada pul kam yoki mobil ilovada ushlab qolindi, qarzdorlikka yechildi, ijro hujjati bo'yicha yechildi, kredit to'lov undirildi degan yozuv chiqadi. Ba'zida pensionerning o'zi hech narsani tushunmaydi. Men rozilik bermaganman, nega pensiyamdan pul ketdi deb hayron bo'ladi. Oldin odamlar ko'pincha bunday holatda bankka borib, kassadagi xodimdan og'zaki so'rardi. Xodim tizim shunday yechgan, qarzingiz bor ekan, biz bilmaymiz, ijroga boring, pensiya jamg'armasidan so'rang deb yuborardi. Natijada pensioner bir idoradan ikkinchi idoraga qatnardi. Ko'p odam ariza yozmasdi. Yozsa ham nusxasini olib qolmasdi, javob talab qilmasdi. Shuning uchun noto'g'ri ushlab qolingan pullarni qaytarish cho'zilib ketardi yoki umuman qaytarilmay qolardi. Hozir esa odamlar o'z huquqini aniqroq bilishi kerak. Pensiya oddiy daromad emas. Ko'p holatda insonning yashashi, dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lovi uchun asosiy mablag' hisoblanadi. Shuning uchun pensiyadan pul ushlab qolish masalasida qonuniy asos, hujjat, qaror, shartnoma yoki pensionerning roziligi bo'lishi kerak. Agar pul asossiz ushlangan bo'lsa, noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, limitdan ortiq yechilgan bo'lsa yoki bir xil qarz 2 marta undirib olingan bo'lsa, bunday pulni qaytarishni talab qilish mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, hamma yechilgan pul avtomatik tarzda qaytariladi deb ishonib bo'lmaydi. Lekin har bir ushlov tekshirilishi kerak. Agar ushlov qonuniy bo'lsa, masalan sud qarori, ijro varaqasi, kredit shartnomasi yoki oldindan berilgan rozilik asosida bo'lsa, uni bekor qilish oson emas. Agar ushlov noto'g'ri bo'lsa, pensioner jim turmasligi kerak. Chunki hujjat bilan murojaat qilgan odamning imkoniyati og'zaki shikoyat qilgan odamnikidan ancha yuqori bo'ladi. Endi men asosiy savolga o'taman. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi tushgandan keyin kartasida kutilgandan kam pul qo'yayotgan pensionerlar. Masalan, siz har oy 1 million 5 ming so'm pensiya olasiz. Odatda shu summa tushishi kerak. Lekin bu oy 1 million 500 ming tushdi degan xabar keldi. Keyin kartada 9 ming so'm qoldi. 5 ming so'm qayerga ketgani noma'lum. Mana shu holatda darhol bankdan karta aylanmasini olish kerak. Chunki pul bank tomonidan yechildimi, kreditga ketdimi, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolindimi yoki boshqa xizmat uchun yechildimi, aniq ko'rish lozim. Ikkinchi guruh kredit olgan pensionerlar. Ko'p pensionerlar farzandiga yordam berish, uy ta'mirlash, davolanish yoki maishiy texnika olish uchun kredit oladi. Kredit shartnomasida oylik to'lov karta hisobidan avtomatik yechiladi degan bank bo'lishi mumkin. Agar pensioner bunga imzo qo'ygan bo'lsa, bank ma'lum miqdorni yechishi mumkin. Lekin bu yerda ham tekshirish kerak. Yechilgan summa grafikdagi summaga mosmi, pensiya noto'g'ri qo'shilmaganmi? Bir oyda 2 marta yechilmaganmi? Kredit allaqachon yopilgan bo'lsa ham pul ushlanmayaptimi? Masalan, pensioner har oy 400 ming so'm kredit to'lashi kerak. Yanvar oyida 400 ming so'm yechildi. Lekin fevral boshida yana yanvar uchun 400 ming so'm yechildi. Bunday holatda bu 2 marta undirish bo'lishi mumkin va bankdan qayta hisob-kitob talab qilinadi. Uchinchi guruh sud yoki ijro hujjati bo'yicha qarzi bor pensionerlar. Masalan, eski kommunal qarz, aliment zarar qoplash
jarima yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Bunda majburiy ijro byurosi orqali pensiyadan ushlab qolish tartibi qo'llanishi mumkin. Ammo pensioner bu haqda bilishi kerak. Qaysi qarz, qaysi hujjat, qaysi miqdor, qaysi sanadan boshlab ushlanyapti. Agar odamga hech qanday ma'lumot berilmasa, u hujjat nusxasini so'rashga haqli. Mendan pul ushlab qolinyapti, demak hammasi to'g'ri ekan deb o'tirish kerak emas. Chunki amaliyotda ba'zan qarz allaqachon to'langan bo'ladi, lekin tizimda yopilmagan bo'ladi. Ba'zan qarz summasi noto'g'ri ko'rsatiladi. Ba'zan bir qarz bo'yicha ham bank ham ijro orqali pul yechib yuborilgan holatlar uchraydi. 4-guruh pensiyasi qayta hisoblangan pensionerlar. Masalan, ish staji, ish haqi ma'lumotlari, nogironlik guruhi, ustama yoki boshqa imtiyozlar bo'yicha pensiya qayta ko'rilgan bo'lishi mumkin. Agar avval kam hisoblangan bo'lsa, farq summasi pensionerga qaytarilishi kerak bo'ladi. Misol uchun, pensionerga 2023-yil iyuldan boshlab qo'shimcha ustama hisoblanishi kerak edi. Lekin hujjat kech kiritilgani uchun ustama faqat 2024-yil yanvardan to'langan. Agar huquq iyuldan mavjud bo'lgan bo'lsa va hujjatlar buni tasdiqlasa, o'tgan oylar uchun farq summasini talab qilish mumkin. Bu ko'p odam bilmaydigan masala, faqat kelasi oy ko'proq pensiya tushishi yetarli emas. Avvalgi davr uchun ham qayta hisob-kitob qilinishi kerakmi? Shuni tekshirish lozim. 5-guruh vafot etgan pensionerning oila a'zolari. Ba'zi hollarda pensioner vafot etgach, uning olinmay qolgan pensiyasi yoki dafn puli masalasi chiqadi. Bu yerda ham tartib bor. Agar pensioner ma'lum oy uchun pensiyani olishga ulgurmagan bo'lsa, qonuniy merosxo'rlar yoki belgilangan shaxslar murojaat qilib, tegishli hujjatlar asosida olinmay qolgan summani so'rashi mumkin. Lekin har bir holatda hujjat talab qilinadi. O'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, ariza, bank rekvizitlari va kerak bo'lsa meros hujjatlari. Endi kimlar ortiqcha xavotirlanmasligi kerak? Agar pensiya to'liq tushayotgan bo'lsa, karta aylanmasida begona yechimlar bo'lmasa, kredit yoki qarz bo'yicha barcha yechimlar shartnomaga mos bo'lsa, vahima qilishga hojat yo'q. Lekin men baribir oyga kamida bir marta karta tarixini tekshirishni maslahat beraman. Chunki xato doimiy bo'lmasligi mumkin. Bir oyda bir marta ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensioner telefon ilovasidan foydalana olmasa, farzandlari yoki yaqinlari unga yordam berishi kerak. Biroq bu yordam ehtiyotkorlik bilan bo'lishi kerak. Karta paroli, SMS kod, bank ilovasi parolini hammaga berib yuborish juda xavfli. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan pensioner oyga 1.800.000 so'm pensiya oladi. Uning eski kredidan 300.000 so'm oyma-oy yechilishi kerak. Bir oyda kartadan 300.000 emas, 900.000 so'm yechilgan. Bankka og'zaki borganda qarzdorlik yig'ilib qolgan deyishgan. Lekin pensioner to'lov jadvalini olib tekshirsa, qarzdorlik 9.000 emas, 300.000 bo'lishi kerak ekan. U bankdan yozma ma'lumot, karta aylanmasi va kredit hisob varag'i bo'yicha ko'chirma oldi. Keyin ariza yozdi. Natijada ortiqcha yechilgan 600.000 so'm qaytarildi yoki keyingi oylar to'lovga hisoblandi. Bu yerda asosiy sabab odam hujjat bilan tekshirdi. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmadi. Ikkinchi misol. Bir pensionerning kommunal qarzi bo'yicha ijro ishi ochilgan. Pensiyasidan har oy ma'lum qismi ushlab qolingan. 3 oy o'tgach qarz yopilgan. Lekin 4-oy ham ushlov davom etgan. Pensioner demak yana qarzim bor ekan deb o'ylagan. Aslida ijro ishda yopish hujjati banka yoki tegishli tashkilotga vaqtida yetib bormagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda majburiy ijro byurosidan qarz qoldig'i haqida ma'lumotnoma olib, bankka va pensiya to'lovini amalga oshiruvchi organga murojaat qilish kerak. Agar ortiqcha ushlab qolingan bo'lsa, qaytarish masalasi ko'tariladi. 3-misol. Pensioner ayolning nogironlik guruhi bo'yicha ustamasi kechiktirib hisoblangan. U bir necha oy davomida kamroq pul olgan. Keyin hujjatlar to'g'rilangach pensiyasi oshgan, lekin o'tgan oylar uchun farq berilmagan. U pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, qaysi sanadan boshlab huquqim paydo bo'lgan, qaysi sanadan boshlab to'lov amalga oshirilgan, farq summasi hisoblanganmi deb so'ragan. Tekshiruvdan keyin unga bir necha oy uchun qo'shimcha to'lov hisoblangan. Bu misolda muammo bankda emas, pensiya hisob-kitobida bo'lgan. 4-misol. Pensionerning kartasidan kichik summalar 15.000, 20.000, 40.000 so'mdan yechilib turgan. U buni e'tiborga olmagan, chunki mayda pul deb o'ylagan. 4 oyda esa jami 300.000 so'mdan oshgan. Tekshirilganda pullik SMS xizmat, sug'urta, avtomatik obuna yoki ilgari ulangan xizmatlar uchun ketayotgani aniqlangan.
bunday xizmatlarga pensioner tushunmasdan rozilik bergan bo'lishi mumkin. Agar xizmat haqiqatan ulangan va shartnoma asosida bo'lsa, qaytarish qiyin. Lekin pensioner xizmatni o'chirishni talab qilishi, rozilik berilmagan xizmat bo'lsa, mablag'ni qaytarishni so'rashi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik masala. Pensiyadan umuman pul ushlab qolish mumkin emas degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Ayrim majburiyatlar bo'yicha pensiyadan ushlab qolish qonuniy bo'lishi mumkin. Masalan, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, aliment, zarar qoplash, qarzdorlik kabi holatlarda belgilangan tartibda ushlov qilinadi. Lekin bu ushlovning ham chegarasi, tartibi va asosi bo'lishi kerak. Pensionerga yashash uchun butunlay pulsiz qoladigan darajada noqonuniy yechimlar qilinayotgan bo'lsa, bu alohida tekshirilishi shart. Ikkinchi nozik masala, bank har doim aybdor bo'lavermaydi. Pul bank kartasidan yechilgan bo'lsa ham, sabab boshqa joyda bo'lishi mumkin. Masalan, bankka ijro hujjati kelgan bo'lsa, bank ijro talabini bajaradi. Kredit shartnomasida avtomatik yechimga rozilik bo'lsa, bank shartnomaga tayanadi. Pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, bu bankning emas, pensiya organining masalasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaatni to'g'ri joyga berish juda muhim. Uchinchi nozik masala, og'zaki javob yetarli emas. Sizda qarz bor ekan, tizim shunday ko'rsatdi. Keyin kelarsiz degan gaplar huquqiy javob emas. Pensioner yoki uning vakili yozma ariza berishi, ariza raqamini olishi, javob muddatini kutish kerak. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichga chiqish oson bo'ladi. Yuqori tashkilotga, Markaziy bankka, prokuraturaga yoki sudga murojaat qilish mumkin. To'rtinchi nozik masala, muddat. Ko'p odam oradan 1 yil o'tdi, endi bo'lmaydi deb o'ylaydi. Ba'zi talablar bo'yicha muddatlar bo'lishi mumkin. Lekin bu baribir murojaat qilmaslik kerak degani emas. Avval hujjatlarni yig'ib, qachon, qancha, nima asosida yechilganini aniqlash kerak. Agar xato aniq bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilinadi. Ayniqsa pensiya hisoblashdagi xatolar, hujjat kech kiritilishi, staj noto'g'ri olinishi kabi masalalarda har bir oy alohida ahamiyatga ega. 5-nozik masala, yaqin qarindoshlar kartadan pul yechib olgan holatlar. Ba'zida pensioner kartamdan pul yo'qolibdi deydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, karta o'g'li, kelini, nabirasi yoki boshqa odamda bo'lgan. Bank bunday holatda PIN kod bilan yechilgan desa, pulni qaytarish qiyinlashadi. Chunki karta va PIN kodni egasi saqlash kerak. Shuning uchun pensionerlar kartani birovga berayotganda ehtiyot bo'lishi kerak. Ishonchli odam yordam bersa ham, har bir yechimni tushuntirib turishi kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Pensiya tugab tushgan kundan boshlab karta aylanmasini tekshiring. Bank ilovasi bo'lsa, tarix, operatsiyalar, hisob varaq ko'chirmasi bo'limiga kiring. Ilova bo'lmasa, bank filialiga boring va oxirgi 3 oy yoki 6 oy uchun karta hisob varaq ko'chirmasini so'rang. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qachon yechilgani, kim tomonidan yoki qanday asosda yechilgani ko'rinadi. Ikkinchi qadam. Yechilgan summalarni ajrating. Masalan, pensiya 2 million so'm tushgan, bankomatdan 20 million so'm naqd olingan, do'konda 300 ming so'm sarflangan, kreditga 400 ming so'm ketgan, noma'lum ushlov 300 ming so'm. Mana shu noma'lum 300 ming so'm bo'yicha savol berish kerak. Har bir noma'lum pulning sanasi, summasi va izohini yozib oling. 3-qadam, bankka yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya kartamdan falon sanada, falon miqdorda mablag' yechilgan. Ushbu mablag' qaysi asosda, qaysi shartnoma yoki hujjatga ko'ra yechilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, agar mablag' asosi yechilgan bo'lsa, hisobimga qaytarishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, karta ko'chirmasi nusxasi, pensiya tushumi bo'yicha ma'lumot, kerak bo'lsa kredit shartnomasi nusxasini ilova qiling. 4-qadam. Agar bank ijro hujjati bo'yicha yechildi desa, majburiy ijro byurosiga murojaat qiling. U yerda ijro ishi raqamini, qarz summasini, qaysi sud yoki organ qarori asos bo'lganini, qancha undirilganini, qoldiq qancha ekanini so'rang. Qarz yopilganmi yoki davom etyaptimi degan savolni albatta bering. Agar ortiqcha undirilgan bo'lsa, qaytarish yoki ijro ishini to'xtatish bo'yicha yozma ariza qiling. 5-qadam. Agar muammo pensiya miqdorida bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Mening pensiyam qanday hisoblangan, qaysi ish staji olingan, qaysi ustamalar qo'shilgan, oxirgi qayta hisob kitob qachon qilingan deb yozma so'rov bering. Agar sizda qo'shimcha hujjatlar bo'lsa, masalan, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv hujjati,
Nogironlik ma'lumotnomasi, mukofot yoki imtiyozni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, nusxasini qo'shing. Hujjatlar to'liq bo'lmasa, arxidan ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, hamma hujjatning nusxasini saqlang. Ariza berganingizda kirim raqami qo'ydiring yoki qabul qilingan sanasi yozilgan nusxani oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapni hujjat deb hisoblamang. Keyin nizo chiqsa, aynan yozma hujjatlar sizga yordam beradi. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Bank bo'yicha bankning bosh ofisi va markaziy bankka, ijro bo'yicha yuqori ijro organiga, pensiya hisob kitobi bo'yicha pensiya jamg'armasining yuqori bo'limiga murojaat qilish mumkin. Agar masala hal bo'lmasa, huquqshunos bilan maslahatlashib sudga murojaat qilish yo'li ham bor. Ayniqsa katta summa haqida gap ketayotgan bo'lsa, masalan bir necha million so'm noto'g'ri ushlangan bo'lsa, bu masalani oxirigacha olib borish kerak. 8-qadam. Pensionerning o'zi bora olmasa, ishonchli vakil orqali ish qiling. Buning uchun notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma berishda ham ehtiyot bo'ling. Unda qaysi ishlar uchun vakolat berilayotgani aniq yozilsin. Hamma ishlarimni qilishga ruxsat degan juda keng vakolat ba'zan xavf tug'diradi. Pensionerning roziligi, tushunchasi va nazorati bo'lishi shart. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuda asosiy gap shuki, pensionerlarning puli masalasida hech narsaga ko'r-ko'rona ishonib bo'lmaydi. Har bir ushlovning sababi, hujjati va hisob kitobi bo'lishi kerak. Agar pul qonuniy asosda ushlangan bo'lsa, buni tushunish kerak. Agar pul noto'g'ri, ortiqcha yoki asossiz ushlangan bo'lsa, uni qaytarishni talab qilish mumkin. Buning uchun karta ko'chirmasini oling, yechimlarni tekshiring, yozma ariza bering, javobni talab qiling va hujjatlarni saqlang. Men ekspert sifatida eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Pensioner o'z pensiyasini har oy tekshirtirib tursin. Farzandlar ota-onasining kartasidagi harakatlarni tushuntirib bersin. Lekin karta paroli va SMS kod xavfsizligi unutilmasin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyadan pul ushlanganmi? Bank nima degan, qaytarib oldingizmi yoki hali ham muammo bormi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot aynan vaqtida yetib bo'lsa, kimningdir pensiyasi, to'g'risi yoki ro'zg'or puli saqlanib qolishi mumkin.